Kichik do'st, endi siz ne harfining har qaysi shakllari bilan tanishib beqing. Bosh ne? O'tiri ne? Ulanma ne? Yolg'iz ne? Endi qiziqarli misollar bilan bularning so'zlardagi o'rnini bilib olsak qandaq? Nozim nog'ra challadi, Nodira naqshi aytidi. Nonni yegili odam yo'q. Kepinak yaqin kelgina. Kelning liviga berib qong'ina. Hay bodek tiyin, mengishing qiyin. Nima ko'rsang yeb, qollisan keyin. Ketmen çapardadila. O'tin terar onila. Qiladigan ishi yo'q, o'ynab yurar bolala. Kichik do'st, siz yuqorida ikki harfning har xil shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Endi ularning o'zaro qanday qo'shilganligini bilgingiz bordi? Ne'ga oyoq ani qo'ysak, na bo'ladi. Ne, ana. Ne, ana, ne, nan. Ağa nani qo'ysak, ana bo'ladi. A, ne, ana, ana. Tiyin bilan kepenak. Bir kuni ochko'z tiyin bog'da o'ynab etib, bir nag'rini ko'rib qopdi. U atrofga sapsilib, odam yo'qligini bayqagandan keyin, "Nag'rini etli qachaychi?" deganni ko'ngliga pukib, nag'riga yaqinlashibdi-da, uni ko'tirib qechibdi. U ketib etib, qo'sqining ochqanligini his qilib, nag'rini tashlab etibdi. U bir uyning oldiga keldi va bir ayolning tunurga nay yiqayotganligini, qizirib pishgan nonlarning tunur beshiga yeyib qo'yilganligini ko'rib, nafsi taqildab ketdi-da, nondan birini o'g'irlab, tunurning yendiki daraxtning shexiga chiqib o'ltirib yey deb turishiga, tunur beshidagi qo'g'inga ko'zi tushib, nonni tashlab etibdi. Va daraxtdan tushib, qo'g'inni o'g'irlab qochibdi. Bu chaqda o'yildagi gullikda o'ynayotgan kepinak tiyinni ko'rib qilib, uning oqisidan qo'g'lab, kepinak tiyinga yetishibdi va Boshqalarning narsasini xalqancha o'g'irlasan qanday bo'ladi? O'g'irlik qilish nima degan nomuslik ish? Bundaq ketaversang, hamon bir kuni o'zingni nobud qilasan. debdi. "Emis qanday qilma?" deb so'rabdi tiyin achchig'ida. Qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'y. Shunday qilsang, men sen bilan do'st bo'laman. Qanday? debdi kepinak. Ma'qul. debdi tiyin. Chiroyli kepinak bilan do'st bo'lish ko'ydi. Tiyin qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'yibdi. Uy egisi tiyinning xatoligini tunganligidan mamnun bo'ldi. Shuning bilan kepinak tiyinga agishib o'ynag'ilmadi. Ular tiyin boyi tashlab etgan nag'irning qishig'iga kelganda, tiyin kepinakka "Men sana nag'ir chap beray. Sen usul o'ynab bergin." deb turibdi. Bu taklif kepinakka yog'dak yiqibdi. Tiyin nag'ir chelib naqsh aytibdi. Kepinak usulga tushibdi. Kepinak kelgin can dostum. Bu güzel bahçamda pervaz qilgin şat. Shundoq qilib, ikki do'st qong'icha o'ynab kunni kashlabdi. Tiyin kepinakka nag'irni egisiga olib beraman deb va'da beribdi va ikkisi at ko'rishadigan bo'lib xo'shlashibdi.